Hammaga salom do'stlar, mening ismim Florix va hozir ketishim kerak. Mashina joyida, hamma narsa olingan bo'ldi. Endi fermaga qarasam bo'lgani gap shundaki, men shahardan bir ikkita narsalarni olib kelishim kerak. Chunki uyim kichkina, uyimni kengaytirmoqchiman. Shuning uchun ham hamma pulni oldim. Menda birorta ham hozir narsa yo'q, ya'ni ortiqcha narsa. Chunki shaharga tez boraman, kerakli materiallarni olaman va kelib uyimni kengaytiraman. Shuning uchun ham men shoshishim kerak. Fermaga esa bir necha kundan beri qaraganim yo'q. Men qilmoqchi bo'lgan narsa shuki do'stlar, bu yerda uy tor, bu yerda uxlash mumkin, narsalarni saqlash, hattoki o'tirishim mumkin. Ammo ikkinchi qavatga chiqadigan bo'lsak, bu yer juda ham tor. Ikkinchi qavatning borligi o'zi katta sharaf men uchun. Chunki bu shunchalik kichkina uyki, bu yerda umuman yashashni iloji yo'q edi. Men katta qilib oldim. Ko'rganingizdek, bu yerda joy ko'p. Mana shu joyni o'zimniki qilib olmoqchiman. Bu bloklarning o'rniga kichkinaroq bir piksellardan qo'yamiz va bu yerda yashash mumkin bo'ladi. Mazza qilib tasavvur qilyapsizlarmi, qanchalik zo'r bo'ladi. Shuning uchun ham men hozir shaharga o'tildaman, lekin undan avval fermadagi ishlarimni tugatishim kerak. Mebellar ham olishimiz kerak. Mana bu o'zingiz bilasiz qanaqangi bosh riteldan. Shuning uchun ham birinchi navbatda kelinglar, fermamizni ishini tugatib olamiz, chunki busiz albatta keta olmayman. Bug'doylar bu yerda shunchaki qolib ketadi va yomon bo'lib qolishi mumkin. Do'stlar, bizning Minecraft realistik shunaqangi zo'r server, kim kirsa hayron qolishi aniq. Oddiy Minecraftda mazza qilib yuraverasizlar, fermangiz o'z holicha turadi. Bizda esa yo'q, biz qarashimiz kerak. Bir necha kundan ortiq qolib ketsa ekan, yoki kimdir olib ketib qoladi, yoki yomon bo'lib chirib ketadi. Balki ko'rsatarman agarda erinmasam. Do'stlar, shunaqasi ham bo'ladi. Tak, bu yerdan chiqishimiz kerak, chunki agarda bular buzilsa, chirib ketsa, men kamroq pul olaman. Shuning uchun ham ko'rsatmaganim ma'qul. Tak, bo'ldi. Hamma narsani qilib bo'ldik. Endi esa ketishimiz mumkin. Asosiysi, tak, shoshmanglar, mana bu ham kerak emas. Bo'ldi, eshikni qulflaymiz. Endi esa bug'doylarni merga olib borib topshirishimiz kerak, chunki yana qo'shimcha pul olamiz, ozgina oyligimizdan avans. Assalomu alaykum janoblar. Va alaykum assalom. Mana bug'doylarni olib keldim. Pul berishga tayyormisiz? Holi, shaharga bemalol borib kelaver. Katta rahmat janob mer. Faqat tezroq keldi. Xo'p, men kelaman. Xavotir olmang. Do'stlar, merimiz juda ham yaxshi odamda, har doim yordam beradi, hech narsaga yo'q demaydi. Hattoki oyligimning yarmini berdi. Aslida anchadan keyin olishimiz kerak edi. Lekin mayli do'stlar, hammasiga nima ham derdik, rahmat va bu yerdan ketamiz. Tak, yaxshi, orqada hech kim yo'q. Xo'sh do'stlar, nihoyat yetib keldim. Hammaga yana bir bora salom va mana biz nihoyat qishloqdamiz. Kerakli hamma narsani olib keldim sizlar bilan. Men o'sha hamma tanigan Florix va bo'ldi. Uyimizdamiz. Qanchalik charchab ketdim, lekin tezroq uyimizni ishini bitirishimiz kerak. Shundagina dam olishimiz mumkin bo'ladi. Aks holda hozir ishni tashlab qo'ysam qolib ketadi. Buni qaranglar, qanaqangi zo'r narsalarni olib keldim. Hozir shu yerda uyning atrofini yopishtirib chiqamizda. Tak, tushunmadim. Огородga nima qildi? Bu yana nimasi? Tak, stop, огород. Yo'q, do'stlar, men mana shu narsa haqida aytganim, nimaga ham yo'q, chirib dodalasi chiqib ketgan. Men sizlarga ko'rsatmoqchi edim, lekin bunday bo'ladi deb o'ylamagandim. Yo'q, do'stlar, bekorga aytishmas ekan. So'zlarni ehtiyot qilish kerak. Aytilgan gap otilgan o'q. Yo'q do'stlar, bunday bo'ladi deb o'ylamagandim. Mayli. Hozir hammasini tuzatishimiz kerak. Agarda birov ko'rib qoladigan bo'lsa, yo'q, merni ham ishonchini poymol qilgan bo'laman. Tak, mayli. Ferma bilan keyinchalik shug'ullanamiz. Hozir esa tezroq kelinglar, uyimizni bitirib olaylik. Xo'sh, bular bu yoqqa, bu kerak emas, bu bizga kerak bo'ladi. Nima deb o'ylaysizlar? Uyimiz yaxshi chiqadimi? Menimcha, chunki juda ham katta joy ochiladi. Keyinchalik pastki qavatni ham shunday qilishimiz mumkin, lekin ko'tara olmasa kerak, chunki tepada shundoq ham og'ir bo'lib ketadi. Nima ham qilardik, ilojimiz yo'q. Uyimiz kichkina uyni sotib olib qo'yganmiz, chunki pulimiz faqatgina shunga yetardi. Kim ko'rmagan bo'lsa, avvalgi qismlarda kanalga kirib ko'rishingiz mumkin. Bu qishloqqa qanday kelganman, nima bo'ldi, qanday meni o'g'irlab ketishdi. Do'stlar, xirabrin chaqirishga majburlamoqchi bo'lishdi, lekin politsiya meni qutqarib qoldi. Chunki mer o'zimni g'alati tutganimni bilib, orqamdan kuzatuv qo'ygan ekan. Shunda qo'shni ritel aytgan, buni kechqurun olib ketib qolishdi, politsiya chaqiringlar deb va meni qutqarib kelishdi. Tak, mana buni olishimiz kerak, bizga kerak. Yaxshi. Endi esa uyni qurishni davom etamiz. Faqatgina biroz qiyin bo'ladi bularni o'rnatish, chunki tashqari tarafdan qo'yish kerak. Agar ichkaridan qo'ysak, buni qaranglar, juda ham noto'g'ri bo'lib qoladi va narsa qo'ya olmaymiz chekka joyga. Mayli, nima ham qilardik? Mana bunday qo'yib chiqamiz devorlarni va ularni atrofidan o'zi qurishimiz mumkin bo'ladi. Tak, bu yoqqa yog'och qo'yishimiz kerak. Joyida yaxshi daraxtlarni o'rnatib chiqamiz va bo'ldi. Endi esa yana bir blokka ko'tarsak, shuni o'zi kifoya. Endi esa tepadan tomni yopib chiqsak bo'ladi. Xo'sh, qani endi tepani yopadigan? Xo'sh. Mana o'z joyida. Mana bu yoqqa qo'yamiz, bu yoqqa. Tak, mana va bo'ldi. Hammasi zo'r ketyapti hozircha do'stlar. Bilasizlarmi, menga juda ham yoqyapti, chunki uyimiz katta va ko'rkam, shinam. Menga yoqyapti do'stlar hozirning o'zidan, chunki bunaqangi uy hammada ham bo'lavermaydi. Kichkina uyni 2 qavatli
katta koshonaga aylantiryapmiz. Ha mayli, koshona deyishcha endi oshib tushadi-yu, lekin yashasa bo'ladi. Asosiysi ikkinchi qavatda joy ko'p bo'ldi. Shu yerga kravatimizni olib kelishimiz mumkin. Tak, hozir men bu yerdan qurib olay, o'zingiz hayron qolasiz qanaqangi kichkina uyda qanday katta bo'lishini. Men buni juda ham uzoq vaqt o'ylab yurgandim va nihoyat buni qilishimiz mumkin. Hattoki garajimizning ustida mana bu yog'ochli joyda balkon qilishimiz mumkin. Lekin bu endi kelasi safar. Tak, bu yerni yopamiz, bu yerni ham va bo'ldi. Tak, mana ajoyib. Endi bu yoqqa xo'sh buni olamiz va tak mana bu yerga qo'ysak bo'larmikin yo birozgina qiyin bo'ladi. Aha, bo'ldi. Mana bunday qo'ysak. Stop. Yo do'stlar, bu teskari turibdi. Axir bu уже avvaldan qo'yilgan bloklarni olgandim. Ha mayli, hozir sindiramiz bularni, boshqadan qo'yib chiqamiz. Tak, qanaqa. Aha, mana. Yaxshi, juda ham zo'r, xo'sh. Afsuski o'zim ustachilik instrumentlari bilan ishlashni bilmayman, shunga chiroyli bloklar yasay olmayman. Mana bunaqangi bir pikselli, lekin hech qisi yo'q do'stlar, biror kun o'rganib olaman. Endi esa bu yerni to'liq yopib chiqamiz. Tepada shunchaki mana shunday yog'ochli yopilgan kichkina bunkercha bo'ladi. Tak, davay bo'ldi, yaxshi bu tarafga ham va tepalarni yopib, sakrash shart emas ekan. Bo'ldi, yaxshi. O, do'stlar, mana bu rostakam respekt, chunki menimcha hech qaysi bu yerda yashaydigan odam bunchalik o'zini uyini kuchaytirmagan bo'lsa kerak. Biz birinchi navbatda kuchaytirdik. Ichkaridan hattoki xuddi shunaqangi bir blokli, aniqroq bir pikselli oynalarni qo'yishimiz mumkin bo'ladi, derazamiz bo'ladi. Endi qaranglar qanchalik kengayadi bu xona. Xo'sh, ochamiz. Mana bu qo'shimcha bloklarni olib tashlash kerak va do'stlar, hayron qolishga tayyor turinglar. Bunaqasini hech qachon ko'rmagansizlar. Tak, mana ochamiz hammasini va yana ozgina qoldi. Do'stlar, mana bu zo'r bo'ladi. Tak, yaxshi ketyapti. Aha. Bu tarafni ham olamiz va ozgina qoldi va bo'ldi do'stlar. Buni qaranglar, qanaqangi katta xona paydo bo'ldi. Kim ishonadi do'stlar, bu bor yo'q kichkinagina 3 ga 3, anarog'i 2 ga 3 uy desa hech kim. Lekin bizda shunaqasi bor va bu yerga hattoki mehmon chaqirsak bo'ladi. Bu yerda agarda menimcha devor qo'ysa bemalol yana ikkita kichkina xonachaga ajrasa bo'ldi va asosiysi tepaga chiqib ketmayapman. Bu yaxshi. Tak, endi ortiqcha bloklarni olib qo'yishimiz yoki biror nimaga ishlatishimiz kerak. Lekin mayli, tura qolsin, biror nima o'ylab topamiz. Sizlar kommentariyada yozinglar, nima qilishimiz mumkin. Bo'yini balki kattalashtirsak bo'lar. Tak, bu yoqqa buni olib qo'yamiz. Olmoslar, aniqroq izumrudlar shu yerda qolsin. Telefon kerak emas, chunki hozir do'stlar biz fermani to'g'rilashga ketamiz, chunki nima bo'ldi tomorqalarga hayronman. Bo'ldi. Olg'a do'stlar, tomorqani tozalasak bo'ldi. Bemalol dam olishimiz mumkin bo'ladi. Yaxshi, stop. Killer kravatni tepaga ko'tarib qo'yamiz endi. Mana shu yerda bo'ladi. Yaxshi, ajoyib. Endi bemalol bu yerda yashasa bo'ladi. Daraxtdagi uy bo'ldi. Menga yoqyapti do'stlar. Tak, bizga hozir kerak bo'ladi qo'shimcha sandiqcha va o'z joyiga qo'ysak bo'ldi. Uy yonida. Ha do'stlar, mana shu yerda endi bemalol yashasak bo'ladi. Pastni esa bilmadim, ish hududi qilamiz. Bu yerda har xil instrumentlar turadigan joy bo'ladi. Do'stlar, hayotga shunchalik ko'p rejalarim borki, agarda o'lib qolsam juda ham kulgili bo'lgan bo'lardi. Shuncha rejalar bilan. Mayli, xo'sh. Endi esa janob merdan so'raylik. Janob mer, assalomu alaykum. Va alaykum, kelibsan-da. Ha. Meni fermam chirib ketibdi. Yo'q, ha, g'alati. O'tgan safar bir qishloqni ham shunday bo'lgandi. Nima bo'lgandi? Chirib ketgandi. Yo'q, ha. Tagidan bilasanmi? Bomsh chiqdi. Bu bomsh? Ha, yashab yurgan ekan, balki senda ham shundaydir. Hozir tekshirib ko'raman. Tushunursan do'stlar, men mer yaxshi odamligini bilardim, lekin bunchalik sodda deb o'ylamagandim. Tomorqa tagidan bomsh chiqqanmish. Ha, bu yerdan shunchaki suv ketib qolgan do'stlar, bilmadim, balki olib qo'yishganmi, o'zimizni shu yerda ishlaydiganlar baribir egasi yo'q deb mayli. Shunchaki hozir qaytarib chiqamiz. Bilib qo'ygani yaxshi do'stlar. Fermamiz buzilganini bilsa bo'ldi, qolganini o'zimiz восстановление qilamiz, ya'ni qayta tiklab chiqamiz. Tasavvur qilinglar, tomorqa tagidan bomb chiqamish. Buni ichida yashab bo'lmasa do'stlar, tomorqani ichida yashab bo'ladimi? Ya'ni tagida suvdan nam qilib odam o'lib qoladi. Tak, mana bularni ham almashtirib chiqishimiz kerak. Buni yo'q, chopib bo'lmas ekan. Do'stlar, chirigan yerni almashtirmasak bo'lmaydi. Jenrusni eng yomon ko'rganim shuda do'stlar, eng birinchi bu yerga kelganimizdagi videoni ko'rsangiz ham xuddi shu narsa bilan kurashgandim, chunki ular juda ham yoqimsiz, lekin hech qisi yo'q, shunchaki olamizda qaytarib ekib chiqamiz. Bor yo'q yerni bir marta ag'darsak, hammasi o'z holiga qaytadi. Chirigan yerdan bir aralashib udobрение bo'ladi. Tak, yetmay qoldi. Qiziq. Hozir bu yerdan olamiz qo'shimcha yer va bo'ldi. Yaxshi. Zo'r, endi esa suvni almashtirishimiz kerak bu yerda. Suv qurib ketgan, ko'rib turganingizdek, bu yerdan olsakmikin? Ha, mayli, menda chelak yo'q, afsuski, nima qilardik? Yasab olamiz. Mana bu yerdagi qo'shimcha yerni ham almashtirish kerak. Bu yerda temir bor, lekin uni boshqa narsaga saqlamoqchi edim, lekin mayli. Shahardan instrument sotib olib keldim. Endi bizga shart emas bu yoqqa va bo'ldi. Bizda chelak bor. Endi suv olib kelishimiz kerak. Suv mayli, o'zimizni mana shu tomorqadan olamiz. Keyinchalik bu yerni ham suvni almashtirib qo'yaman bu yoqqa va sekin. Tak, mana endi esa yetmay qolgan urug'larni ham o'rniga ekishimiz kerak, lekin qayerdan olsam ekan? Qo'shnimizdan ozgina o'g'irlasak, menimcha hech narsa qolmasa kerak. Keyin baribir ekib, tak, stop, hozir ekib qo'ysam yetmay qoladi-da. Yana bittasini olib qolay.
Chi narsan. Shu yetadi degan umidim. Bittakina qoldi. Tur 5 ta chiqadim desam, mayli. Ha, tak, mana bu yerda bitta qoldi. Chi narsan qayerdan olsam ekan endi? Merdan so'raymiz. Ha, Mer, mana buni ham almashtirish kerak, esimdan chiqib ketadi bo'lmasa. Xo'sh do'stlar, urug'larni olib keldim ortiqchasi bilan. Endi mana bu yerda ham hozir almashtiramiz. Birinchi navbatda bu yoqqa ekib qo'yishimiz kerak. Bo'ldi, boshqa joyda qolmadan. Endi esa buni kovlaymiz va nima? Stop, Narvon. Nahotki bu yerda ham bomj bo'lsa, hozir men bunga ko'rsatib qo'yaman do'stlar. Men tomorqam tagida qanday bo'lishini yashash. Mer haq ekan. Men esa shunchaki qari ishonuvchan deb yuribman. Bu yerda esa rostdan ham uyim tagida kimdir bor va balki bomj bo'lmasa-chi do'stlar, balki zombikir, do'stlar, zombikir bo'lgan bo'lishi mumkin, chunki zombilar kovlashni bilmaydi. Tak, mayli, hozir. Tak, bu yerda bo'lishi kerak. Qilichning instrument. Bo'ldi. Endi do'stlar esladim, chunki juda ham ko'p instrumentlar yasaganman. Qilichni esa deyarli yasamaganman, ishim tushmagan. Endi esa bu yoqqa tushishga to'g'ri keladi. Tak, senga xullas, uyimga kirmaslik kerak edi.